Mana estakada mashig'iga bir xilla chiqib kelib to'xtaladi. Rushnoy tortiladi, tormoz quyib yuboriladi mana. Tormoz svetlari o'chdi. Gaz berib turib, sal seplanga ko'tarib, rushnoy tushiriladi. Rushnoy tushiring, rushnoy tushmayapti. Sal tortib tushiring. Rushnoyga qattiq tortsang, rushnoy qattiq bo'lib qoladi. Shunisiga e'tibor berasizlar. Bir xilda tushib ketilaveradi. Keyin shu joydan tushdi ham endi sizlarga qo'shimcha ma'lumot. Seplena bosmaslik kerak. Seplena bossangiz tez tushib ketib qoladi. Natijada shu yondagi chizig'i bosib qo'yasiz. Bir sidirg'a chizig'ini. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin uje 90 graduslik mana e'tibor bersanglar mana yerda ikkita yo'lak kelyapti. Ikkinchi yo'lakdan yuryapti avtomobilimiz. Birinchi yo'lak SD yuk avtomobillar uchun mo'ljallangan yo'lak u. Dedi keyin uje svetofor.